Xo'p, okey do'stlar, bu masalani davom ettiramiz. Sizlarga oldingi darslarda, to есть Econi, PWG, LS, minus A, minus L bularni hammasini o'tgan edim. Va keyin CG'da bu narsalarni nimaligini bilamiz. Ya'ni CG 2 nuqta bu biron bir fayldan, ya'ni directorydan orqaga qaytish edi. Misol uchun men bu yerda PWG qilgan bo'lsam, hozir home sadini ichida turibman. cd 2 nuqta va orqaga qaytaman. Shunchaki 2 nuqta qilsam ham bu уже orqaga qaytadi. Mana hozir men to'ys root oynasidaman. Endi oldiga borish uchun, ya'ni kirish uchun cd biz shunchaki home bu yerda side deb yozadigan bo'lsak, bu yerda mana to'liq bizga kirib ketdi. Tak. Endi bizda bu narsa bu, ya'ni to'lqinchi, ya'ni bu nimani anglatadi deydigan bo'lsak, bu home katalogini anglatadi. Ya'ni mana shu oynani anglatadi. Misol uchun men 2 marta orqaga qaytaman. Hozir men root oynasida turibman, ya'ni rootda turibman. Shunchaki mana shu belgini qo'yib, enterni bossam, ko'rganingizdek mana home katalogga o'tib qoldi. ls qiladigan bo'lsam, mana home'ga taalluqli barcha fayllar va papkalar menga ko'rsatib turibdi. Bu shuni anglatadi. Endi slash, ya'ni oddiy slash qiladigan bo'lsam, bu yerga mana hozir oddiy nimaga kirib ketdi. Ya'ni to'liq root oynasiga kataloglarga o'tib ketdi. Xuddi shunday qilib, ya'ni biz kichkina shortcutlar bilan kirib ketishimiz mumkin bo'ladi turli xil directorylarga. Hop. Okay. Endi keyingi narsamiz mkdirda o'tgandik, ya'ni make query directory touchda ham o'tgandik. Endi kelinglar sizlar bilan nanoni o'tamiz. Nano nima? Nano bu mana shu terminalda turib, turli xil fayllarni tahlil qilish, ya'ni tahrirlash, yozish, uni o'zgartirish va hokazo amallarni bajarish uchun kerak bo'ladigan nano deyman. Shunchaki enterni bosadigan bo'lsam, mana bu yerda nanoga kirdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nano 8-6 versiyasi, new buffer, yangi ochilgan buffer deyapti. Pastda welcome to nano, ya'ni nanoga xush kelibsiz. For basic help type Ctrl plus G. Help, ya'ni yordam olish uchun Ctrl plus G ni bossang yordam beradi deyapti. Qanaqadir mana help bu yerda shu narsani aytib qo'yapti. Exit Ctrl X bu yerda write out, ya'ni read file, misol uchun faylni o'qish, replay qaytarish, cut, paste va hokazo hammasi shu yerda bor. Bu yerda bemalol biz salom, nima gaplar degan narsalar yozib chiqib ketishimiz mumkin va bu yerda biron bir fayl yozgan, biron bir narsa ma'lumot yozganingizdan keyin Ctrl X ni bosib bu yerda saqlab chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni save modify buffer, ya'ni saqlaysanmi shuni deyapti. Men yana bosaman. Bu yerda write to file, ya'ni nano deb yozganimda faylni nomini yozmagan edim. Bu yerda endi yangi fayl yaratgan deyapti. Men shunchaki text.txt qilib qo'yaman. Enterni bosaman. ls bu yerda text.txt bizda turibdi. Ya'ni nano agar text.txt ni yozib turib enterni bosadigan bo'lsa, mana bundan oldin yozgan ma'lumotlarim hammasi bu yerda kelib chiqdi. Xo'p, nanoda xuddi shunday ishlashimiz mumkin. Ya'ni faylni tahrirlash, yana yozamiz. Bu yerda yana chiqib ketish uchun, saqlab chiqib ketish uchun Ctrl X, saqlaysammi? Yes. Shu faylgami? Yes deb enterni bitta bossam bo'ldi, mana saqladi. Umumiy holatda tekstini biz o'zgartirib va uni yaratib oldik nano yordamida. Nano bizga shu holatlarda yordam beradi. Birinchiga ne только qanaqadir ma'lumot, biz to'liq sonli kodlarni yozishimiz mumkin. Yokida umuman xohlagan narsani qilishimiz mumkin bo'ladi. Nano ichiga olsak, biron bir ma'lumot yozib qo'yishimiz mumkin yoki biron bir kod ham yozishimiz mumkin bo'ladi bevosita nanoning ichiga. Xo'p. Faylga yozishni ko'rdik. Endi yozishni ko'rganimizdan keyin uni o'qishni ko'rishimiz kerak. Ya'ni o'qish uchun bizda komanda bor, bu cat. Ya'ni shunchaki biz cat text.txt qiladigan bo'lsak, mana bizda mana shu text.txt ichidagi barcha ma'lumotlarni bizga cat qilib o'qib beradi. Bu cat buyrug'i bizga ma'lumotlarni o'qib berish uchun kerak bo'ladigan buyruq hisoblanyapti. Xo'p, undan keyin more bilan less. Bu ham fayllarni o'qish uchun kerak bo'ladi. Hozir bularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Misol uchun less bu yerda etc +wd qilsam ko'rishingiz mumkin. Bu yerda fayllarni ochdi. Bu yerda
Kali'ni общий yuzerlari va parollari saqlanadigan joy hisoblanadi. Hozir nimani strelkani pastga bosib qilyapman, ya'ni listda shunaqa qilib birma-bir ma'lumotlarni o'qib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, допустим, ko'p bo'lishi mumkin sizda, ya'ni ma'lumotlar faylning ichida. Buni o'qish uchun xuddi shunaqa holatda strelkada pastga tushib bemalol ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana o'zi tugaganda end deyapti. Bundan chiqib ketish uchun Ctrl C qilishimiz mumkin yokida Q tugmasini bossak bu yerda chiqib ketadi, mana ko'rganingizdek. Ya'ni catdan farqi shunday. Ya'ni agar men hozir buni cat etc pastwd qiladigan bo'lsam, ko'rsangiz ekranda to'liq to'ldirib tashlaydi. Listda bo'ladigan bo'lsa, shu joyda o'zida ishlaydi, ya'ni ochib beradi, shu joyda o'zida to'xtaydi. Farqi shunday. Tak, endi more ham xuddi listga o'xshagan, biroz farq qiladi, ya'ni etc pastwd ko'rganingizdek more, ya'ni 87% o'qib bo'ldi. Bu to'liq 100% o'qib bo'lgandan keyin dastur o'zi avtomatik to'xtaydi bu yerda. To'xtaydi va shu holatda bu narsa turadi bizda. Xo'p, keyingi komandamiz bu head va tail. Head bilan tail nima qiladi? Bizga satrlarni o'qib beradi. Ya'ni biz bu yerga entani berib olamiz. Misol uchun bir qator o'qib bergan deydigan bo'lsak, bu yerda etc pastwd ni bir qatorni boshidagi birinchi qatorni o'qib bergan deydigan bo'lsa, mana faqat birinchi qatorni o'qib beradi. Bu yerda 10 qiladigan bo'lsam, menga 10 ta qatorni o'qib beradi bu yerda. Tail bo'lsa, uni aksi, ya'ni teskari tomonga o'qib beradi. Misol uchun tail n 5 ta qiladigan bo'lsam va fayl nomini berib yuborsam, bu yerda mana eng tagidan 5 qatorni o'qib beradi. Xuddi shunday qilib mana endi biz nima qilib ketishimiz mumkin? Ya'ni qo'lda kiritib ketishimiz mumkin. Necha qator o'qish kerak, tepadan yoki pastdan va hokazo shuni yozib ketsak bo'laveradi. Tak, hozirgi menimcha sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shular. Asosiy bu narsalarni, komandalarni o'zlaringizda mustaqil takrorlab ko'rishga harakat qilinglar.